Bugün mana xotira va qadrlash kuni munosabati bilan bir Xivani sayr qilib yurib, Xiva aloqa tarixiy muzeyiga yo'limiz tushdi. Bu yerda eksponatlarni ko'rib odam bir hayratda qoladiki, bundan 100 yillar muqaddam shu davrlarda pochta xizmati qanday yo'lga qo'yilganligi tarixini birin-ketin eksponatlarni ko'rib, odam hayolidan shu 100 yillar tarixi sekin xuddi bir kino tasmasidek bo'lib o'tadi odamni ko'z oldida. Shuning uchun bu eksponatlarni joy-joyiga qo'yib, bu muzeyni tashkilotchilariga, tashkil qilgan insonlarga, ko'pchilik insonlar bu dunyoni allaqachon tark etgan bo'lishiga qaramasdan, mana bugun bu yerda ularning fotosuratlari turishligi, turli lavozimlarda shu sohada faoliyat ko'rsatgan rahbarlik lavozimlaridagi insonlarni suratlarini ko'rib, ularni o'z davrida mana shu sohaga qanchalik darajada hissa qo'shganliklari odamni hayolidan o'tadi. Shuning uchun bu aloqa tarixiy ham O'zbekistonni uzluksiz bir katta tarixini bir bo'lagi hisoblanadi. Bu yerdagi bugungi ishlarni joy-joyiga qo'yib, shu tomoshabinlarni taklif qilib, turli tumanlardan, viloyatlardan, markazdan, hatto boshqa mamlakatlardan kelgan sayyohlarni ham bu yerda ko'rib juda xursand bo'ldik. Ular ham O'zbekistonni ma'lum bir shu aloqa tarixini qay darajada o'sha takomil ravishda bugungi kunlarga yetib kelganligini bu yerdagi qo'yilgan eksponatlardan, tarixiy mavzudagi mana axborotnomalarni ko'rib, albatta shu sohada juda katta ishlar olib borganligiga guvoh bo'lib turishibdi. Biz bugun mana shu bayramda turib, xotira va qadrlash kunida turib, albatta bu sohani rivojiga juda bir ko'lamdor hissa qo'shgan insonlarni o'tganlarini Alloh rahmatiga olgan bo'lsin deymiz va xotira aziz, xotira muqaddas deyishadi. Albatta ma'lum bir darajada mana shu sohaga hissa qo'shgan insonlarni qilgan xizmatlarini el yurt hech qachon unutmaydi va albatta shu voqelikni ko'rib, shu insonlarni doim qilgan xizmatlariga tasannolar o'qiymiz.